Lekin yana bir zot bor. Shu buyuk safda bu galgi so'zimiz otalar haqida. Ota kim o'zi? Bilamiz buni. Barcha birday hurmat qilamiz uni. Eslasak bolalik paytlarimizni, ota to'g'rilardi ayblarimizni. Mushtipar onamiz ming zorlansa-da qochib qolar edik o'yin kallada. Qo'rqitgan bo'lardi biz kelgach qaytib, seni bermasammi otangga aytib. Tog' tutib turgani kabi lolani, ota salobati bosar bolani. Buni oilada qozi deydilar, ota rozi, xudo rozi deydilar. Bir hikmat aytayin otalar haqida. Bu ko'hna zamondan qolgan aqida. Ota yashar ekan yolg'iz o'g'li deb, yolg'on gapirsa ham so'zing to'g'ri deb. Xotini topshirgach omonat jonni oqlab yashay deya otalik nomni bor mehrini berib yolg'iz farzandiga oxir yo'liqibdi balo-yu pandga. Kim bilsin arzanda o'g'il xatosin, jazoga chorlamish qo'shib otasin. Shohning farmoyishi hukmdir mutlaq, barcha eli ulusni aylangiz ogoh, dast avval yuzlariga qora surilsin, so'ngra har ikkisiga ham 100 darradan urilsin. Shunda ko'rsangiz ota holini, yutib ichiga o'kinch zorini, u jazo sahnida 100-darra chidab turdi miq etmay zarra. Banagoh ko'zlari yaraqlab ketdi, chunki darra navbati o'g'liga yetdi. Bolaga birinchi kaltak tushgani zahot ota chidolmasdan ko'tardi faryod. So'radilar, "So'yla ey banda, ola qaramading o'zingni urganda, bolangga birinchi zarba tushgan payt nega uvoz tortding, sababini ayt." Ingranib so'zini boshlabdi ota. Qurbim 1000 darranga yetkaydir hatto, lekin 1000 darrani ham o'zimga uring. Ayamasdan yuzu ko'zimga uring. Ont ichaman, menga shafqat qilmang, lek ko'z o'ngimda bolamni urmang. Menga urganlaring tanamga tegdi, bolamga urganing yurakka tegdi. Bu o'tmishning gapi ro'yodir, chindir. Bu kalomdan hikmat topadi kimdir. Yana kimdir nuqson axtarib yashar. Birovlar o'z aqlidan maqtanib yashar. Kimning tafakkuri bo'lsa ziyoda, ota nomin ulug' etsin dunyoda. Otasiz qolmasin hech qanday go'sha, otangni poyiga joningni to'sha. Qora sochlari ham oqarib qopti. U seni deb bir umr yugurdi, chopdi. Peshona terila topganin halol, senga sarf ayladi bekam bemalol. Agar topsang imkon aylagin javob, ota rizoligi eng go'zal savob. Eshtinglar.